Orta o'radim bordi. Shuning uchun birinchi kelishingizda gruppamda borsiz a? Gruppangizga qo'shilib topdim. Oldin kelganman, u boshqa yerda ochardilar. Da, boshqa yerda ochardim. Ashitali uchutga yozilardik, hali uzoq vaqtda kelardi. Ashitda olgan 10 yilcha bo'lib qoldi-da. Endi biz bor edi. Yaxshi bo'lib ketdi. Yaxshi bo'lib ketdi. Ashunda o'risini rasa anaqa qilib ichib yurdik. Keyin topolmaydik-da, endi qayerga uchrashimizni bilmadik. Bolalar anaqa chetlarga chiqib ketib qolgan uchun dorilarni olib ichmay qo'ydik. Ashunga bir qator endi yana yangilanib ichib yotgani keldingizmi hozir? Analizlar bormi, yo'qmi? Yo'q a? Og'riq bor a hozir o'zingizda qanaqa? Nima og'riq bo'lyapti? Aytdim og'irda, keyin anaqa qildim. Bittasini ablipik masla iching. Shuni ichdingiz? Dedi, ashuni ichuvdim. O'g'rilarim sal borib anaqa yaxshi ona har holda. Yo'tal yo'qmi? Yo'q. Yo'tal yo'qmi? Ich qotishlari yo'qmi? Ich qotishlar ham bor sal. Bor a? Har zamonda. Bekorga so'ramaymiz. Har zamonda bor. Doimiy emas a? Yo'q. Shu ich qotishlarni yo'qotishimiz kerak. Keyin sovuq o'tish, shamollash, asabiy holatlarni oldini olishimiz kerak. Opa, mana oldin yaxshi bo'lgan ekansiz. Asab qilib paytdan beri hech qanaqa narsa bezovta qilgan yo'q-da. Stress bo'lmadimi hayotingizda? Endi oma bolalarim chetga chiqib ketganiga hozir 2,5 yil bo'lgan uchun sog'inganimda bor. Shu ham ta'sir qilgan bo'lishi mumkin-da, chunki stress qo'zg'atadi-da, qanaqadir kasalliklar bo'lsa qo'zg'atishi mumkin-da, stressdan. Ovqat unaqa tiqilish bir nimalari yo'q. Aslida men aytaman 10 yil bo'lgan bo'lsa bir marta yo dalinam oshib bir nima unaqa bo'lmaganman-da endi. Faqat shu sog'liqdan shekilli o'zim ruhiyatingiz bilan ham ishlash kerak. Keyin bu yerda giyohlar bilan, damlamalar bilan yana ham yaxshi bo'lasiz. Pakoy kerak sizga. Siz mana bu yerga shuning uchun keloring deb kecha gruppada yozdim. Chunki kelsangiz bu yerda ham ruhiyatingiz bilan ishlaymiz, ham kayfiyatingiz yaxshi bo'ladi, ham giyohlarni vaqtida iste'mol qilasiz. 6 mahal giyoh bu yerda iste'mol qilinadi. Shu yerda mana sharoit qildik, чтобы odamlar qiynalib yurmasin, shu yerga kelib dam olib, shu giyohlarni ichib tezroq yaxshi bo'lsin deb sharoit qildik, opa. Kelib yaxshi qilsin. Bugun sразу yotadigan bo'lib keldingizmi? Qanaqa ko'ringani keldingizmi? Yotadigan bo'lib keldim. Zo'r, hozir kelaversanglar shunaqa yotib nima degan. Da, yotib dedimi, yotib davolanasizlar dedim. Hozir o'zingizmi yo turmush o'rtog'ingiz bilan birga? O'rtog'im bor. U ham ovqat yesa, men jildonim qaymaydi dedi. Shunga. Birga yotdinglarmi? Yo'q, hozir anaqamiz nima deydi? Budjetimiz ko'tarmaydi hozir. Budjet ko'taradi deb qarang, niyat qilsak, Alloh o'zi hamma yo'lda qilib beradi sharoit. Hozir bu yerda har xil xonalar bor. Arzoni ham, qimmati ham bor xonalar. Kishilik, ular ham kishilik xona, просто sanuzel koridorda и oshxonaga chiqadi. Eng arzoni hozir yana qabulxonadan so'ragandir narxlari. So'ragandi, to'g'ri, birinchi sizga 3 ming dedik, ular aytdi ham yo'q, oldin biz gaplashdik, biz bilan gaplashaylikchi dedi. Yaxshi, hozir aytishdi turganmidingiz yo unaqa singlismi yo'q? Oldin men o'zim turganman, giyohda, o'zida u opam. Men giyohda dadam bilan yonida birga pastdan o'sha yerda giyoh olganmiz deyapsiz. O'sha yerda giyohda men o'zim turganman. Shuning uchun giyohlarni qanaqa, nimaga ta'sir qilishi, bu yerda ham dadam bilan doim birga yonida o'tirib, bemor qabul qilib, mana hozir borib o'zingiz xabar ol, gaplash, mehmonlar bilan o'zingiz bo'lasizmi deb yo'q. Kelaman dedim. Mana naqd chiqibdi. Siz bilan mana ko'rishib turibmiz. Lecheniya qiling, imkon qadar o'g'illaringizga ayting. Aytmasangiz ular bilmaydi. Hozir turmush o'rtog'ingiz bilan birga yotsangiz yana yaxshi. Birga kelinglardan. Nima qilib kelingchi, keyin men narsalarni olib kelmadi-da, endi faqat men olib keldim. Xolasashni siz tashlab kelaveraman deydi. O'zingiz qolasiz, uyda o'zi qoladi endi. Shu yerda birga yotganinglar yaxshi emasmi? Nima endi ko'p narsa kerak bo'lmaydi, to'g'rimi? Bir qator postela berishadi, hamma sharoit bor, ovqatlar bor. Endi chisti anaqa gigiyenaga bo'lsa, mata magazinimiz bor, arzon narsalar ham bor. Qolsa ham bo'laveradi. Ko'pchilikka shunaqa aytamiz. Yana borib, og'rib bo'lib o'tirasizmi deymizda. Birga yotsanglar dam olasizlar. Uyda ham o'tiramiz. Da, chaqiring, ayting, birga besma qo'shiladi. Chunki bu yerda vaqtida ovqatlar beriladi, 6 mahal giyohlar ichyapsiz. Faqat giyohlarni mana bu yerda nazoratga ichirsangiz yana ham yaxshi bo'ladi. Xo'p, dalingiz tushayotgan bo'lsa, dalingizni bitta chiqib o'lchatasiz. Hozir o'lchab turadi qizlar. Giyohlarga asal qo'shib ichish kerak. Kam-kamdan ichish kerak. Boshida ko'p ichib oldingizmi? Asal giyohlarni, damlamalarni. Hali bugun qo'shyapmiz asal. Mana shu bitta giyohingizni hozir? Yo'q, asal qo'shyapmiz. Asal qo'shmadi ichdik-da biz. Hozir giyoh, asal qo'shib ichish kerak, giyohlarni kam-kamdan. Daliniyani o'lchatib turish kerak. 2 osh qoshiqdan deb yozib qo'yapman.
ko'p mumkin emas. Boshida ozroq. Uyga borganingizda ham shu ko'p ichib olmanglar-da. Ha? Me'yorida hamma narsa. Mana kapsulalarda ham o'zlari solib bergan mevalarni ichamiz. nimani? Stakanchikka. Hozir stakanga solib beryapti. Mana nomlari bilan yozilgan. Uyga borganda paketcha olib ketasizlar aptekadan. Vizitka bormi yoningda? Men berib qo'y. Bormi senda? Mana men vizitka berib qo'yaman. YouTube, Telegram kanallarimizga telefonidan qo'shib bersanglar bo'ladi mana. Yo'q, o'g'lim, buni tepadagisi meni nomerim, pastdagi shu o'g'limning nomeri. Uyga ketganingizda ham dastavka qilib Telegram, YouTube kanallarimizga qo'shilib olasizlar. Giyohlar dastavka qilib ham jo'natamiz. Holatinglarni bilib turish uchun, aytib turish uchun gruppalar ochib qo'yganmiz, Telegram chatlar. Ketganingizdan keyin ham holatinglar aytib turishinglar kerak bo'ladi. Xo'p. Hozir hammasini yaxshi ichyapsizmi, yo'qmi? Nima bezovtali bo'lyapti giyohlar ichayotganingizda? Yo'q, bezovtalik yo'q, menda kabziyat. Kabziyatingizni hozir qo'shib qo'yaman. Hozirda o'zingizlar chiqib nima qiling, berishadi. Aytmadingizmi kelganingizda shikoyatingizda? Kabziyat demadingizmi? Sanjam orqasiga yozib qo'yibdi mana. Siz tushing demadi-ku, quyib beraman demadi. Ha? 3 ta davlat. Yo'q, hozir tushing buni ichgandan keyin birda tushing dedi. Sanjam bo'lsa hozirda o'zingizlar so'rab iching. 3 mahal yozib qo'ydim. Sanjam mana ichisi keltiradi. Ichib kelmasa bo'lmaydi, ko'p narsa shundan. Nimangizga balg'am surkalyaptimi shu tabletkaga? Shora surtirmaydi. Bering, nega? Yo'qmi qog'oz? Zobkami? Hada? Yo'q. Ko'rbemga. Yerga Zobga ham surkalish kerak. Yutinganingizda bormi o'g'lim? Tiqilish bormi? Nafas bo'g'iladimi? Sal, uncha emas, sal. Dori ichganlar nima qiladi? Sizni siqilish bor ko'proq.